Shunaqa gaplar kompot, judayam ko'p pullar ishlaganman. Men do'kon ochib, juda ko'p. Rostami bunchalik ko'p pulni qanday qilib ishlash mumkin bu do'kon ochib, ha? Lekin kompot senga maslahat beraman. Xo'p, mayli. Barcha salom obunachilar, sizlar bilan men yana kompotman. Bu yalmog'iz uyida nima qilib o'tiribsan deydigan bo'lsa, nima desam ekan? Bu yalmog'iz o'tgangi video roligimizda ko'rganinglarda, ya'ni ko'rmaganlar bo'lsa, nima desam bo'ladi? Bu yalmog'iz do'kon ochganda, mana yuqorida ko'rib turganinglardek do'kon ochganda va o'sha do'konning orqasidan anchagina juda ham ko'p yaxshigina daromad qilibdi. Shuni eshitgan holda men ham qisqasi do'kon ochishga qaror qildim obunachilar. Juda ham zo'r bo'ladi degan umiddaman. Agarda qo'llab-quvvatlasanglar kommentariyada yozib qoldiringlar. Ha, do'kon och, do'konni kattalashtir, zo'r qil, chotki qil deydiganlar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Mayli ungacha biza bo'lmasa, nima bo'ladi? Mana bu video roliklarda ko'rganinglardek men o'zi ko'pgina nima edi, yo'llarni qilganman do'konchilikda, lekin ularni ko'pchiligiga o'xshamagan, lekin hozir bunisi o'xshatishligi mumkin deb o'ylayman. Mayli nima bo'lganda ham obunachilar, hozir bizda o'zimizning narsalarimiz bor edi, resurslarimiz bor edi, ularni olib tolka animatsiya qilishimiz kerak. Qanaqa animatsiya deydiganlar bo'lsa, tolka shuni ham uylarimizda, ya'ni mana bu do'konimizni qurishimiz kerak. Undan oldin obunachilar bitta obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Sababi mana obuna tugmasiga qarasanglar, obuna bo'lmagansan deb turadi. Ya'ni obuna bo'lmagansiz. Endi YouTube san deb turadi. Endi men sizlarga aytayapman. Nima bo'lganda ham obunachilar bitta obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Har doim obuna bo'lsanglar, menga shunday xabar keladi. Men paloncha obuna bo'ldi deydi. Oh my god, zo'r respekt deyman-da. Okay, mayli. Mana ko'rishinglar mumkin. Mana bu yerda juda ham zo'r kerakli narsalar bor. Mana ko'rib turganinglardek, bularni sotamiz. Bizga bular kerak emas. Bizdan eski tushgan narsalar, lekin juda ham zo'r, ajoyib kerakli narsalar deb o'ylayman. Xo'sh, mayli bo'lmasa bularning barchasini olamiz. Hop, mayli. Bularni barchasini olamiz. Bular lekin to'xtanglar. Hali men do'kon qurganim yo'q, nimaga bularni olyapman? Okay, xo'sh, do'konni qurib bo'lganimizdan keyin bularni olib joylashtiramiz. Hop, mayli. I'm sorry guys. Xo'sh, mana ko'rishinglar mumkin, mana bu narsalar oldik. Ana endi hozir boramiz edi. Tolga uylarni, ya'ni mana bu do'konimizni quramiz. Juda ham zo'r, chiroyli qurishga harakat qilaman. Sababi bilganinglardek obunachilar, xunuk do'kon qursak, ko'pchilik yoqtirmaydi. Bu xunukligini deydi, xunukligi uchun kirmaymiz bu do'konga deydi. Shu sababdan chiroyliroq do'kon qurishga harakat qilamiz. Xo'sh, obunachilar, o'zingizlardan so'rasa yaxshimisizlar? Yoz qanday o'tmoqda? Maza qilib yoki zerikmayapsizlarmi? Yo zerikyapsizlarmi? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Yanada ko'proq videolar chiqarayman zerikmasliklaringiz uchun. Shuni ham kommentariyada yozib qoldiringlar. Menga juda ham qiziq. Agarda shunaqa bo'lsa, tolka animatsiya ko'proq video chiqarishga harakat qilaman. Men bilan hammasini buzib chiqish kerak. Oh my god, ishlar juda ham ko'p. Bularni qaranglar, mana bularni. Nimaga men lapotga olmadim, ya'ni belkurak. My god, mayl bilan barchasini olib bo'ldik. Mana endi qurib chiqamiz. Mana bunday qilib ajoyib qishloqlar mana tomosha qilishyapti uzoqdan. Bu kompot nima quryapti ekan deb ko'pchilik qiziqadi. Men ko'p ishlarimga, ya'ni mana bu qishloqlardan, lekin qishloqlarga Kompot nima quryapsan bu yoqda? men do'kon quryapman qisqasi. Bo'ldi, men keyinroq kelaman qurib bo'lsa, men san birinchi nima xaridoring bo'laman. Okay, mayli bo'lmasa men xursandman. Mayli, kompot bo'lmasa senga omad tilayman. Tolka animatsiya qilaver. Xo'p. Mana obunachilar aytganimdek, qishloqlar juda ham qiziqishadi. Shunaqa gaplar. Nima qilayotganimga mana sirazu keldida. Nima qilyapsan kompot? Menga juda ham qiziq. Nima qilyapsan deb, so'radim. Men aytdim nima qilayotganimni. Mayli, nima bo'lganda ham obunachilar, tolka animatsiya deganlarda, shu gapni gapiraverib hozirjonga tegding deydiganlar bo'lsa, o'zim ham bilaman. Qop, to'xtanglar, mana buni ustini mana bu o'zimni temirchixonamdan qilaman. Xo'sh, yaxshi, mana bularni olamiz, ana ajoyib qilib quramiz. Nima uchun bunaqa gapni gapiraman bilmayman, chunki ko'p Instagram ko'rganim uchunmi, bilmadim. Tolka nima edi, Instagram reelslarini ko'rib o'tiramiz obunachilar, zeriksak. Shu sababdan endi mana bu reels ko'rishga haqlidurman degan odamlar ham bor-ku, endi menga o'xshagan. Endi men aytayapman-da, okay, mayliga, nima edi, mavzudan chetga chiqib ketmagan holda mana bularni qo'yib chiqsak, okay, mana shularni barchasini qo'yib chiqish kerak, muammo emas. Menimcha juda ham zo'r bo'ldi deb o'ylayman. Oyog'im, mayli. Mana bularni mana bunday qilib qo'yamiz ana. Nima uchun qizil bilan ko'k deydiganlar bo'lsa, albatta obunachilar, bu meni skinimni rangidek qilib juda ham ajoyib chiroyli qilishga harakat qilyapman. Men ko'rib turganinglardek, men o'zimning skinimda qizil va ko'k ranglar bor. Xo'sh, ana endi mana bu eshikni qo'yamiz. Ana endi yana nimalar qoldi ekan desam, menga juda ham zo'r fikr keldi, chunki buni qaranglar, ichkarida umuman nima desam bo'ladi?
Mana bu narsalar yo'q, kerakli narsalar yo'q. Mana shularni mana bunday qo'yaman, shunday qo'yaman deb mana bunday kiraman. Hech kim mani bezovta qilmaydi. "Oy, nima bo'ldi, nima qo'ydi" deb. Xo'sh, obunachilar to'xtanglar, menga zo'r fikr keldi. Hali mana bu derazalarni qurmabmiz, derazalarni ham olib kelib quramiz. Xo'sh, mayli obunachilar, mana ko'rib turganingizdek derazalarni, narsalarni olib keldim. Kerakli narsalarni ana endi biz o'zimizga nima desam bo'ladi, mana bu do'konni quramiz. Yalmog'iz yaxshigina pul ishladim shu do'konning orqasidan. Keyin damlamalar oldim. Короче, juda ham zo'r yaxshi ishlarim yurishib ketdi dedi. Keyin men hayron qoldim. Demak, men ham shuni sinab ko'rsam bo'ladi dedim ha. Keyin u aytdi, "Ha, sinab ko'r" dedi. Shu sababdan obunachilar mana sinab ko'ryapmiz. Agarda o'xshasa bitta layk bosib qo'yinglar. Xo'p, mayli bo'lmasa mana buni mana bu yerga qo'yamiz. Mana bu qizilni ajoyib chiroyli bo'ldi deb o'ylayman. Ana endi bu tomonga esa ko'kni qo'yamiz. Oh my god. Do'kon deydilar-ku. Okay, xo'sh. Mayli bo'lmasa mana bu yerga soatni qo'yamiz, chunki ish vaqtlari deganlaridek obunachilar. Xo'sh, mana bu yoqqa qo'ysam ekan, mana bu yoqqa ham ekan, o'rtada. Menimcha ajoyib deb o'ylayman. Xo'p, ana endi mana bu yerga qo'ysamchi, bankomat bo'lishi kerak har doim, chunki ko'pchilik mana bu nima desam bo'ladi, bu yerga to'g'ri turmas ekan, bo'lmaydi obunachilar. Ko'pchilik mana bu men kartadan to'layman deydi. Shu sababdan bankomat quramiz-da obunachilar. Xo'sh, ana endi mana bu yoqqa qo'yamiz mana buni. Nima desam bo'ladi, bu nima deyilardi-ya, obunachilar esimdan chiqib ketdi. Короче, mana shunaqa do'konni shopping kartlari obunachilar. Endi inglizchasini bilaman, o'zbekchasini bilmayman. I'm sorry guys. Chunki bilmadim. Okay, mayli bo'lmasa ana endi mana bu yoqqa rastalarni qo'yib chiqamiz. Juda ham ajoyib chiroyli bo'lyapti deb o'ylayman. Xo'p, ana endi mana bu yoqqa qoladi. Ana endi hozir biza do'konimizni qurib bo'ldik yaxshigina. Menimcha normal. Ana endi bizda nima desam bo'ladi, mana bu narsalarimizni olib kelamiz, o'zim aytgan. Mayli bo'lmasa ketdim. Hoppa, normal. Xo'sh, mana ko'rishingiz mumkin, barcha narsani oldim. Ana endi bularni barchasini joylashtirib chiqishimiz kerak. Okay, desam, qishloqlar, what the heck? Voy, qishloqlar yaxshimisizlar? Nimaga bunday terilyapsizlar? Mana aytib hamma qishloqlarga mana bu katta do'kon ochayotgan ekandim. Shu sababdan birinchi bo'lib kelib oldim. Hozir to'xtab turinglar, hozircha yopiq. Men mana bu narsalarimni joylashtirib olaydi. Obunachilar qaranglar, juda ham tezda kelganini, bularni vobshe hayronman, qoyilman. Nima bo'lganda mayli, bularning barchasini joylashtirib chiqamiz. Tezroq mana bu nima uchun buni qaranglar, juda ham uchadi. Juda ham qiziq. Mayli. Nima bo'lganda ham bularning barchasini qo'yamiz. Kompyuter, televizor deganlaridek. Voy, qishloqqa men hali yopiq dedim-ku. Bu toza jonga tegdi. Opani endi qishloqlar kirishinglar mumkin. To'xtanglar, barcha narsa joyidami? Ha, joyida. Qishloqlar kiraveringlar, do'konimiz ochiq. Davay, keyingisi kelaversin. Okay, xo'p. Qisqasi kapot, menga boru. Menga nima desam bo'ladi, juda ham qiziqarli birorta yaltiroq narsa bormi? Yaltiroq, mana bu nima, misol uchun toshmi? Yo'q, tosh yaltiramaydi-ku, mana bu nima desam bo'ladi. Ko'rganingdek mana bu yoqdagi yaltiroq narsalar borki, nomini bilmayman. Mana bu uzuk bilan mana buni aytyapsanmi? Ha, to'xta, mana bu nima desam bo'ladi, mana bu menga mana shularni berdi. Lekin mana bu nima, mana bu damlama. Mana bu deyaverma, bu damlama senga opit beradi. Okay, mana 10 ta zumrad. Okay, mana olishing mumkin. Davay, bu yoqdan surchani. Keyingisi. Mayli kapot, rahmat. Xo'p, mayli. Kapot, menga boru mana bu teleportatsiya qiladigan birorta qurilma yo'qmi? Teleportatsiya. To'xta. Bizda shunaqa qurilma bor-da, oppa, mana ko'rishing mumkin. Bu yoqda teleportatsiya qiladigan qurilma bor. Juda ham zo'r, ajoyib deb o'ylayman. Hozir men senga ishlatib ko'rsataman. Mana ko'rganingni, mana bu yoqda teleportatsiya bor, mana bu yoqdan o'tib ketasan. Ishlaydi, juda ham zo'r. Nima desam bo'ladi? Ziyon yo'q, nima edi? Bo'ldi, kapot olaveraman. Nech pul bo'lmasa bu? Bumi? Hozir to'xtada, men 7 ta zumrad ber, mayli, roziman, 7 ta zumrad bo'lsa. 7 ta zumrad? Xo'p, mayli, mana olishim mumkin. Okay, mayli, mana senga teleportatsiya qobiliyati. Davay, bo'pti. Xo'sh, menga qisqasi boru zumradli narsalar yo'qmi ekan, Xo'p, mayli, hozir tekshirib ko'ramiz. Obunachilar, mun qaranglar. Yaxshi, mana bu teleportatsiyani qo'yibman, endi mana bu yoqdan o'taman-da, bularning narsasini topib beraman. Xo'p, yaxshi. Zumrad emas, senga mana bu tentalar kerakmidi? Mayli, menga zumrad kerak emas. Xo'p, mayli, zumrad berishing kerak-ku. Xo'p, lekin men buni qaranglar, mana bu teleportatsiya juda ham zo'r deb o'ylayman. Xo'p, mayli, nima bo'lganda ham. Xo'sh, mayli, mana senga qizil va ko'k mana bu tentalar ehtiyot bo'lib ishlat. Mana olishim mumkin zumradlarda. Xo'p, mayli, mana sen olishing mumkin. Qisqasi menga zumradli narsalar kerak edi. Eshitib qoldim-ku, zumraddan bo'lgan narsalar, bilasizmi, shunaqa narsa. Keyin menga boshqa narsalar. Mayli, bo'lmasa zumradli narsa bo'lsa mayli. Bo'lmasa yana boshqa narsalar ham kerakmi? Ha, juda ham ko'p narsa kerak menga hali.
Mayli bo'lmasa obunachilar buni ishini qilib beraychi demoqchidim. Voy, qishloq ishtima qolmadi. Davay bu yoqdan surchinni. Uzr lekin ishtima qolmadi, bu safar kelasan. Hopmi? Kechirasan seni. Obunachilar men ko'rishingiz mumkin. Mana bu bizni do'konimizda barcha narsani sotib bo'ldik va ko'rishingiz mumkin. Mana bu yoqda deyarli 4 stak zumratimiz bor. Juda ham ajoyib savdo bo'ldi deb o'ylayman. Yana ham bilmadim. Agarda sizlarga yoqqan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Va menimcha ajoyib bo'ldi deb o'ylayman. Menga juda ham yoqdi. Yaxshigina foydada qoldim deb o'ylayman. Yalmog'iz yolg'on gapirmagan ekan. Bizning ham savdolarimiz juda ham zo'r, ajoyib bo'ldi deb o'ylayman. Lekin obunachilar xavotir olmanglar, hali juda ham ko'p savdolar qilamiz, hali juda ham ko'p ishlar qilamiz. Mayli. Men ham derdim obunachilar, bugun sizlar bilan men yana kompot bo'ldim. Aytgancha obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Mayli, sog' salomat bo'linglar. Sizlar bilan men yana kompot bo'ldim.